Kirgili Drujbada 4 qavatli panelning ikkinchi qavatida chiroyli 3 xona, 4 xona qilingan uyimiz obzorini ko'rib chiqamiz. Shundoq kirishda sanuzel. Plastik ekan. Yo'qdan o'ng qo'lda spayni. Jiddiy obor qilingan ekan. Romlari akfa. Chiroyli holatda ekan. Kuxnyaga yuramiz. Xolodilnik kirmoshida, kuxnya mebel mana shunday. Yangi gaz plitalar bor ekan. Chashkalar ishlaydi. Chiroyli holatda. Ikkinchi spalniga yuramiz. Spalnida mebellar bor ekan. Rom akvaplast ekan. Eshiklar MDF. Yangi remontdan chiqqan ekan. Konditsioner bor, televizor bor, uголок. Mana Rom akva verandani ochib qo'yishgan, plastikda chiroyli qilib o'ralgan ekan. Xo'p, kvartiramiz narxi 32 ming dollar baholanyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, kelishtirib beriladi.